Chuqur idishga 1 stakan suv, 1 stakan yog', 1 choy qoshiq tuz qo'shib yaxshilab eritib olamiz va 800-900 gram atrofida un qo'shamiz. Unni o'zingiz uchun belgilab oling. Xamirimiz yumshoq va muloyim bo'lishi kerak. Assalomu alaykum go'zaljonlarim. Bugun yana bir bor siz bilan o'zimga yoqqan va uyimda qayta tayyorlanadigan samsalarni retsepti bilan bo'lishmoqchiman. O'tgan dafardagi videomda xuddi shu xamirdan karamli va birinchilik samsalar pishirgandim. Hozirgi videomda tovuq go'shtidan sersharbat, juda to'yimli samsalar pishirib siz bilan ulashmoqchiman. Bu retsept shunday oddiy va osonki birpasda tayyor bo'ladi. Eng asosiysi, xamiri shunchalik mayin va chiroyli qatlamli bo'lib chiqadi. Uyingizda shirin iforli, juda tez va osongina sersuv, xushtamli tovuqli samsalar tayyorlanib, dasturxoningizni bezaydi. Aniq o'ylaymanki, aynan shu xamir va shu retsept sizning ham sevimli retseptingizga aylanadi. Qizlarjon, haqiqatan ham juda yoqdi menga bu xamir retsepti, chunki oddiy va tez tayyorlanadigan samsalar kelib chiqadi. Agarda siz ham xuddi shunday samsalar pishirib ko'rgan bo'lsangiz, o'z fikringizni kommentariyada yozib bo'lishing. Sizga ham juda ma'qulmi shu retsept yoki yo'qmi? Videom esa yoqqan bo'lsa, bir ko'rib qo'ying-da, salomat bo'ling. Yoqimli ishtaha